Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan ikkinchi mavzuni davom ettiramiz. Bu mavzu ham avvalgi mavzuni davomi, shaxsiy ovqatlanishni adekvatligini tekshirish va baholash mavzusini, demak, davomi hisoblanadi. Bugungi mavzuyimizda biz taomnomani tuzish va tuzilgan taomnomamizni tahlil qilish haqida kengroq tushunchani olamiz va o'z taomnomamizni tahlil qilishni o'rganamiz. Avvalgi darsda esingizda bo'lsa, sizlar bilan mana shunaqa taomnomani daftaringizga chizishni, demak, uyga vazifa qilib berilgan edi va siz o'sha kun davomida iste'mol qilgan ovqatlaringizni nomini, tarkibini shunaqa jadvalga daftaringizga to'ldirib qo'ygan bo'lishingiz kerak edi. Jadvalni yozilganda sizda mana shunaqa holatda, demak, ertalabki nonushtangiz, tushligingiz, tamaddi va kechki ovqatingiz uchun mana shu ovqatlarning nomi va uni tarkibidagi miqdori, oqsil yog' uglevodlarni tayyor jadvali hosil bo'ladi. Bu jadval mana bunaqa ko'rinishda tayyor bo'ladi. Demak, yana bir marta eslatib o'taman, shu taomnomani tuzish uchun biz quyidagi saytlardan foydalanishimiz kerak. Aynan mana shu iste'mol qilayotgan oziq-ovqat tarkibida qancha oqsil, yog', uglevod borligini bilish uchun biz demak internet tarmoqlaridan foydalanamiz. Bunda demak Google ga kirib kolorizator produktov deb yoziladi va unda hosil bo'lgan analizatorni bosiladi. Demak, sizda analizatorga bosgan paytingizda mana shunaqa tayyor jadval hosil bo'ladi. Bu jadvalga siz o'zingiz iste'mol qilayotgan mahsulotingizni tarkibida qancha oqsil yog' uglevodi va uni quvvatmandligini bilish imkoniyatingiz juda ham oshadi. Ya'niki siz shu jadvalga iste'mol qilayotgan oziq-ovqatni nomini yozasiz va unga albatta ma'lum bir o'sha og'irligi bor, o'sha og'irlikni yoziladi. Biz ertalabki nonushtada iste'mol qilingan nonni misolida, demak 100 gram non iste'mol qilinsa, demak odam qabul qiladigan quvvatmandlik mana 242 kilokaloriya, 8,1 gram oqsil, yog' hamda uglevodlarning miqdorini bilib oldik. Xuddi shunday bizning taomnomamizda yana pishloq ham bor edi. Ana shu pishloqni demak o'rtacha 20 gram iste'mol qilganda biz qancha quvvatmandlikka ega bo'lar ekanmiz va uni tarkibida qancha oqsil yog' uglevodga ega bo'lishimizni mana shu analizator jadvali orqali bilib olish imkoniga egamiz. Yana bitta misol sizlarga, demak bizda asal bor edi taomnomamizda. Taomnomamizdagi asalni demak yozamiz va 1 choy qoshiq o'zi aslida 5 gramni tashkil etadi, lekin asal uchun bu 9 gramni tashkil etadi. Demak 1 choy qoshiq asal iste'mol qilganimizda biz 29,6 kaloriya demak miqdorida quvvatmandlikka ega bo'lgan oziq-ovqatni qabul qilar ekanmiz. Mana shu holatda asta-sekinlik bilan o'zingizni taomnomangizdagi barcha mahsulotlarni shu jadvalga yozib boriladi va undan hosil bo'lgan demak umumiy quvvatmandlikni, oqsil yog' uglevodlarni miqdorini bilib olishingiz mumkin. Demak, kun davomida iste'mol qilgan ovqatimizni yozib bo'lganimizdan so'ng bizda mana shunaqa holatda tayyor jadval hosil bo'ladi. Bu jadvalni umumiy quvvatmandligiga agar ahamiyat bersangiz, kun davomida 2919 kilokaloriyani demak tashkil qilar ekan. Bu aqliy mehnat bilan shug'ullanuvchi o'g'il bolalarimizni taomnomasiga juda ham ma'qul keladi. Endi bu taomnomamiz qanchalik to'g'ri tuzilgan, kun davomida qanday taqsimlangan, buni bilish uchun biz bir qancha qadamlardan foydalanamiz. Asta-sekinlik bilan endi darsimiz davomida biz o'sha tuzilgan taomnomamizni, ya'ni o'zimizni kun davomida iste'mol qilayotgan taomnomamizni qanchalik to'g'ri yoki noto'g'riligini tahlil qilish qadamlarini boshlaymiz. Buning uchun iste'mol qilinayotgan ovqatni, ratsionini to'g'ri tuzilganligini tahlil qilish uchun biz bir qancha bosqichlardan foydalanamiz. Birinchi qadam. Taomnomadagi quvvatmandlikni
100% deb qabul qilinadi. Ya'ni 2919 kilokaloriya quvvat bu taomnomani bir kunlik umumiy quvvatini tashkil etadi. Endi shundan nonushtani foizini miqdorini aniqlash uchun nonushtadagi yig'indini umumiy kaloriyasini biz noma'lum deb olamiz. Mana shunaqa jadval tuziladi. Demak, o'sha noma'lum qilib olingandan so'ng nonushtani foizini chiqarib olamiz. Bu paytda demak nonustamizning foizi 32% ekanligi ma'lum bo'ldi. Ma'lumki, avvalgi darsda ham aytib o'tgandik. Demak, nonushtamizni o'rtacha salqin kunlarda 25% gacha, kunni issiq kunlarda esa 20% gacha bo'lsa, maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ikkinchi qadam, taomnomadagi tushlikni foizdagi miqdorini aniqlash uchun, demak, umumiy quvvatmandlikni, ya'ni 100% deb olinadi va taomnoma tushlikdagi 829 kilokaloriyani noma'lum deb olamiz. Demak, bu paytda tushligimiz bizda 28,5% ni tashkil etdi. O'rtacha tushlikning foizi 35-40% dan kam bo'lmasa, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, bu talabamizda iste'mol qilinayotgan taomnomasida tushlikning foizi biroz miqdorda kamligi ko'rinib turibdi. Uchinchi qadam, demak, aqliy mehnat bilan shug'ullanuvchi talabalarimiz kun davomida 4 mahal ovqat iste'mol qilishlarini tavsiya etilgan. Ularda tamaddi bo'lishi shart. Bu tamaddini hisoblash uchun, demak, umumiy quvvatmandlikni, ya'ni 100% deb olinadi va tamaddidan hosil bo'lgan quvvatmandlikni biz noma'lum deb olamiz. Tamaddini foizi, demak, 11% ekanligi ma'lum bo'ldi. Me'yorida talabalar uchun tamaddini foizi 10-15% ni tashkil etishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. To'rtinchi qadam, taomnomadagi kechki ovqatni foizini aniqlash uchun, demak, umumiy quvvatmandlikni yana 100% deb olamiz va kechki ovqatdagi quvvatmandlik 806 kilokaloriyani noma'lum deb olinadi va kechki taomnomamizning quvvatmandligi hosil bo'ldi. Bu quvvatmandlik 28% ni tashkil etdi. O'rtacha talabalarimiz uchun, demak, kechki taomnoma 25% gacha bo'lsa, bu maqsadga muvofiq hisoblanadi. Xulosa, talabaning taomnomasida nonushta 32% ligi, tushlik 28,5% ni, tamaddi 11% ni, kechki ovqat esa 28% ni tashkil etmoqda. Bunday taomnomada tushlikni qisman ko'paytirishni tavsiya etgan bo'lardik, chunki kun davomida bu tushlikni me'yorida bo'lishi faol harakat qilish uchun yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun talabamizga bir oz tushlikni miqdorini ko'paytirishni tavsiya etamiz. Ratsional ovqatlanish prinsiplarida yana biz avvalgi darsda ham aytib o'tgandik, taomnoma tarkibi bo'yicha oqsil yog' uglevodlarni bir-biriga nisbatini o'rganishimiz kerak. Bu nisbat bir to'rni tashkil etishi kerak. Buni qanday aniqlaymiz? Buni aniqlash uchun bir nechta qadamlarni, demak, bajarishimiz kerak. Birinchi qadamimiz bu taomnomadagi jadvalni, oqsillarni, demak, ana shu jadvalda uzunasiga, bo'ylamasiga jami miqdorini hisoblab chiqiladi. Ikkinchi qadam, taomnoma jadvaldagi yog'larni miqdorini aniqlashimiz kerak. Demak, bir kunda biz o'rtacha 80 gramdan 100 gramgacha yog' iste'mol qilishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, uni bilish uchun o'sha taomnomangizdagi yog' tagidagi turgan barcha raqamlarni bir-biriga uzunasiga, bo'ylamasiga qo'shib chiqiladi. Va shunda sizda kun davomidagi yog'larning miqdori topiladi. Uchinchi qadamda taomnoma jadvaldagi uglevodlarni jami miqdorini hisoblash uchun ham uglevod ostida turgan raqamlarni uzunasiga, bo'ylamasiga bir-biriga qo'shib chiqiladi. Talabaning taomnomasida o'rganilishi bo'yicha oqsillar 99 grammni, yog'lar 130,3 grammni, uglevodlar esa 334,5 grammni tashkil etadi. Ya'ni oqsildagi o'sha grammni miqdorini yog'ga va uglevodga nisbatiga olinganda quyidagi natijaga erishildi: 1, 1,3 va 3,4. Xulosa, me'yor bo'yicha 1-1-4 nisbatda bo'lishi kerak deb avval ham aytgandik.
Bu taomnomada esa yog'larning miqdori yuqori, uglevodlarni me'yordan kamligi aniqlandi. Aqliy mehnat bilan shug'ullanuvchilar yog'li taomni ko'p iste'mol qilishi ortiqcha vazn kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun bu talabaga biroz yog' miqdorini oziq-ovqat tarkibida cheklashni tavsiya etiladi. Taomnomadagi oqsillarning miqdorini o'rganilganda, umumiy oqsillarimiz 100 gram deb qabul qilinsa, shundan 50% hayvon oqsillariga, 50% o'simlik oqsillari hisobiga to'ldirilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Buni bilish uchun, demak, birinchi qadam taomnomadagi umumiy oqsil miqdorini olamiz. Demak, bu 99 gramni tashkil etadi. Shuning ichidan hayvon oqsillari necha gram ekanligini topib olishimiz kerak. Ma'lumki, hayvon oqsillariga go'sht, tuxum, sut tarkibidagi oqsillarni kiritamiz. Biz o'sha yuqoridagi taomnomamizdagi go'sht, tuxum, sut tarkibidagi oqsillarni qo'shib oldik va qo'shilganimizda bu hayvon oqsillari 37 gram ekanligini topildi. Endi uni foizda qancha ekanligini topish uchun, demak, biz o'sha avvalgidek proporsiya qildik va proporsiya natijasida 37,3% ni aniqladik. Demak, taomnoma tarkibidagi hayvon oqsillari me'yordan kamligi aniqlandi. Me'yorda aytib o'tdik, 50% bo'lsa, bu maqsadga muvofiq hisoblanadi. Talabalar orasida taomnomani o'rganilganda eng ko'p uchraydigan muammo bor. Mana bir necha yillardan beri biz ana shu taomnomani tuzamiz va talabalar orasida mana shu muammoga uchraymiz. Shuning uchun buni men albatta darsimizni orasida prezentatsiyaga qo'yishni muvofiq deb topdim. Demak, iste'mol qilingan taomlarni quvvatmandligi bo'yicha kun davomida taqsimlanishini o'rganib oldik. Ko'pchilik talabalarimizda doimiy takrorlanadigan muammo bor. Ya'ni bu ularning nonushtasi 0% ekanligi. Nonushta degan joyda har doim ko'pincha jadval ochiq qoladi. Buni sababini albatta talabalardan so'raganimizda bizda quyidagicha javob olingan. Birinchi sababi nonushta qilishga vaqti yetishmasligi, ya'niki talabalar ertalab uxlab qolishi natijasida nonushta qilishga ulgurishmaydi. Ular o'sha darsga tez yetib kelish uchun nonushta qilishmaydi. Ikkinchi sabab, nonushta iste'mol qilishga xohishi bo'lmaydi. Buni qisqacha aytib o'taman, nima uchun xohish bo'lmaydi? Qachonki biz kechki ovqatni juda ham kech va yog'li, ko'p miqdorda iste'mol qilsak, ertalab turganimizda bizda ishtaha pasayishi, lanjlik, og'irlik sezishimiz mumkin. Shunaqa paytda ertalabdan odamda nonushta qilishga xohishi bo'lmaydi. Bu ham yaxshi holat emas. Uchinchi sabab, talabalar nonushta qilish shart emas deb fikrlashadi. Statistik ma'lumotlarda o'rganilishicha, kun davomida tez charchash, fikrni jamlay olmaslik, umumiy holsizlik va oshqozon ichak kasalliklari bilan bog'liq muammolar aynan mana shu nonushta qilmagan talabalar orasida ko'p uchrashi o'z tasdig'ini topgan. Shuning uchun talabalar sizlar bilan, demak, nonushta qilishimiz shart degan sizlarga bitta tavsiyani berib aytib o'tgan bo'lardik. Sutkalik taomnomadagi, demak, oziq-ovqatlarni me'yor bilan solishtirish uchun bizda hujjat bor. Ana shu hujjat asosida biz kun davomida 5 ta jismoniy guruh bo'yicha o'sha jismoniy mehnat bilan shug'ullanuvchi insonlarimizni ayol va erkakka nisbatan, yoshiga nisbatan qancha oqsil, yog', uglevodlar hamda oziq-ovqat iste'mol qilishni bilishi uchun, demak, bizda Sanpin ishlab chiqilgan. Bu Sanpinning nomeri, demak, 034717 ni tashkil qiladi. Mana shu insonlarimizni yoshiga nisbatan, bajaradigan ish faoliyatiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi aholisi uchun, demak, oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini aniqlaydigan Sanpin. Bu Sanpinni, demak, ochib tanishishingiz mumkin. Sanpinning tarkibida aynan mana shu biz yuqorida aytib o'tgan guruhlar bo'yicha, mehnat faoliyatining og'irligi bo'yicha hamda yosh jins bo'yicha bir kishini kun davomida iste'mol qilishi kerak bo'lgan oqsil yog' uglevodlari miqdori hamda uni quvvatmandlikka bo'lgan ehtiyoji ko'rsatilgan jadvallari bor.
Ana shu jadvallardan foydalangan holda sizdagi tuzilgan taomnomani shu jadvalga solishtiriladi va shuning natijasida siz qanchalik to'g'ri ovqatlanayotganligingiz, kun davomida to'g'ri yoki xato ovqatlanilayotgani va uni taqsimlanishi qanaqa bo'lib borilayotganini mana shu Sanpin 034717 bilan taqqoslab olishingiz mumkin. Yuqorida keltirilgan taomnomada mahsulotlar miqdori yetarliligi sanitar qoida va me'yorlarga mos bo'lmasa yoki me'yordan ortib ketishi kuzatilsa, ovqat bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarni oldini olish maqsadida bu taomnomani to'g'rilash tavsiya etiladi. Demak, biz quyidagi prezentatsiyani tayyorlash uchun bir qancha adabiyotlardan hamda internet saytlaridan foydalandik. Bu kitobni kengroq o'qib chiqsangiz, siz yana ham qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'lasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.